Hijob kiyish uchun to'yingiz bo'lishini kutmang. Yoki aksincha, to'yingiz bo'lishi uchun hijob kiymang. Hijobga kirgan ota-onam hijobli qizni olib berishar ekan dedi-da. Keyin shu yigitimning gaplariga kirib hijobga kirdim. Uzr, hozir beixtiyor gaplaringizni eshitib qoldim. Hijobga kiraman deyotganmidingiz? Ha, dugonam bilan gaplashayotgandim. Shunaqa qilmoqchiman. Nima uchun hijobga kirmoqchisiz? Yerga tegish uchunmi? Nima? Hijob yerga tegish uchun kiyiladimi? Hozir ko'pchilik shunaqa qilyapti. Buni nima yomon joyi bormi? Hijobni Allohdan qo'rqib, taqvo qilib kiyiladi. Yerdan qo'rqib emas. Shuni bilasizmi? Eng avvalo qalbni tozalash kerak. Qalb toza bo'lmasa, amallar pok